uning ismini aytishdan qo'rqishardi. Chunki u baland gapirmasdi, u kuzatardi va odamlar yo'qolardi. Dushmanlar emas, xoinlar emas, oddiy odamlar. Hamma joyni jimlik egalladi. Hech kim savol bermasdi. Hech kim qarshilik ham qilmasdi. Chunki hamma bitta narsani tushunardi. Navbat kimga kelishini hech kim bilmasdi. Millionlab odamlar jim yashardi va eng qo'rqinchlisi, unga odamlarni qo'rqitish uchun armiya kerak emas edi. Faqat uning ismi yetarli edi. Uning ismi Iosif Stalin.